Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, proverka bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyadagi migratsiya agentligining vakolatxonasi qayta ish boshladi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Endi o'zbekistonliklar o'z muammolariga tez va samarali yechim topishlari mumkin. Ochilishda migratsiya agentligi rahbari Bekzod Musayev, O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Botirjon Asadov hamda Rossiya Federatsiyasi bosh prokurorining o'rinbosari Pyotr Gorodov ishtirok etdi. Rossiya qurilish vaziri Erik Fazulin ishchilar yetishmasligi sabab tuzilgan shartnomalar o'z vaqtida bajarilmay qolishi mumkinligini istisno qilmadi. Kadrlar yetishmasligi va migrantlarga oid ishlar, qonunlar kuchaytirilganligi sharoitida bu bizda ishchilar yetishmasligiga olib keladi, dedi vazir. Uning aytishicha, 90% korxonalar mehnat unumdorligini oshirish bilan shug'ullanmaydi. Moskvadagi Intezu Astov shossesida joylashgan qurilish maydonchasida fojiali voqea sodir bo'ldi. 2 ishchi balandlikdan yiqilib halok bo'ldi. Prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, voqea qurilish maydonchasida ish paytida sodir bo'lgan. Huquqni muhofaza qilish organlari tumanlararo prokuratura vakillari tomonidan muvofiqlashtirilgan holda voqea joyiga yetib kelishgan. Marhumlar 20 va 27 yoshli bo'lgani, ikkalasi ham migrant ekanligi aytilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ular 3-qavatdan yiqilgan. Lefortovo tumanlararo prokuraturasining birinchi o'rinbosari Yevgeniy Sidorov tomonidan muvofiqlashtirilgan holda voqea joyida huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari ishlamoqda. Protsessual tergovning borishi va natijalari prokuratura tomonidan nazorat qilmoqda, deb xulosa qildi nazorat organi. Migrantlarni Rossiyadan chiqarib yuborish uchun asoslar soni 2 barobar oshiriladi. Rossiyada migrantlarga nisbatan qonunlar yana qattiqlashtirilishi mumkin. Vyacheslav Volodinning ma'lum qilishicha, Davlat dumasi chet el fuqarolarini mamlakatdan chiqarib yuborish asoslarini kengaytirishga oid qonun loyihasini ko'rib chiqadi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda Rossiyada qonunbuzarliklar tufayli 72 mingga yaqin chet el fuqarosi mamlakatni tark etgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin imzolagan yangi qonun qabul qilindi. Hujjat Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilgan va jangovar operatsiyalarda ishtirok etgan chet elliklarga tegishli. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat protsessual kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, Rossiya armiyasida shartnoma asosida xizmat qilayotgan va jangovar harakatlarda qatnashgan xorijiy fuqarolarni jinoiy javobgarlikka tortish uchun boshqa davlatlarga ekstraditsiya qilish mumkin emas. Boshqacha aytganda, agar bunday shaxs Rossiya hududida bo'lsa, hatto uning vatanida jinoiy ish ochilgan bo'lsa ham, Rossiya uni o'z mamlakatiga topshirmaydi. Qonunlar o'rtasida ziddiyat. Muammo shundaki, Markaziy Osiyoning ko'plab mamlakatlarida fuqarolarning chet eldagi qurolli mojarolarda ishtirok etishi og'ir jinoyat hisoblanadi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-moddasida yollanma askarlik uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Unga ko'ra, boshqa davlat tomonidan qurolli mojaroda ishtirok etish 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etish bilan jazolanadi. Bu kabi qonunlar Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham xuddi shunday ko'rinishda. Shu bois O'zbekiston va mintaqadagi boshqa davlatlar rasmiylari fuqarolarni muntazam ravishda ogohlantirmoqda. Chet eldagi harbiy operatsiyalarda ishtirok etish jiddiy huquqiy va hayotiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.